Assalomu alaykum, yana bir marta hurmatli obunachilar. 1-aprel kuni sizlarga Egaladan katta balla mashina kelib turibdi. Gentra 2023-yilda ishlab chiqarilgan GK2 Svet, avtomat korobka, lyuklari, hamma narsasi bor. 4 baloni, yumshoq baloni paket taqilgan. Mashinamiz GK Svetda. Mashina Egaladan. Shu 2 eshikning teyinda petno bor dedi. Shu nereden pastda. Maşinimiz ya sostaniyasi vahşi acayip. 4-pokoleniya metan gazları bor maşinada. Maşina vahşi gap bo'lishi mumkin emas. Gentra'mni hamanda bilgan do'stlaringizni yuborishni unutmaysizlar, hurmatli obunachilar. Mashina tayyor. Bukchalari. İçki holatlarini bir qator ko'rsatamiz. Mashinaning obshikkilari vahşi akkuratli toza turibdi. Qirchilgan yeri umuman yo'q. Qimmat chexollar taqilgan 7 poliklar. Mashina avtomat korobchi. Boshqa gap yo'q. Mazza bo'lib turibdi mashina. Qarab, kutib haydalgan mashina, hurmatli obunachilar. Avtomatimdan menaman deb yurganlar arzonroq variantini izlab yurgan obunachilar uchun bor. Hurmatli obunachilar. Yurgan probegina keladigan bo'lsak, 68 ming yurgan dedi. 2023 68 ming yurgan avtomat korobka Gentra. Bahosini keladigan bo'lsak, bahosi 165 million aytilib turibdi. Ustunda kelishilib savdosi etiladi. Avtokredit, barter xizmatlari hammasini ishlab beramiz. Mashina ham robot avtosavdoda bo'ladi. Kelaverasizlar, ko'rib bahosini solishtirib barter etaman deydilaring olsa barter, kredit olsa kredit. Arzon pul bilan kredit chiqadi bu hurmatli obunachilar. E'tiborlari uchun rahmat. Videolarimizni yoqsa like bosib qo'yishni unutmaysiz.